4.1 versiya qo'shilgandan keyin hub ham yangilandi. Bilasizlar, 4.1 yangilanishi qish fasliga mos bo'lib ishlangan va shu bilan birgalikda yangi rejimga mos 3 ta yangi dostижение qo'shilgan. Ulardan bittasi eng osoni, ya'ni hubda pingvincha qo'shilgan. U bilan bog'liq. Pingvin oshna. Hubda pingvinni tozalashda jami 3 marta yordam bering degan. Bu uchun avval hubga kirib olamiz. Pingvin qayerda ekan deb qidirib yurgandan ko'ra, pastda chap tarafda kompaschani rasmi bor. Hubda qayernidir topishda qiynalsanglar, shu kompasga kirib qidirayotgan joyinglarni ustiga bossanglar, sirasi o'sha joyga yetib qo'yadi. Kompasga kirsak, pingvin muammoga duch keldi degan joy bor. O'shani bossanglar, pingvin do'stingiz oldiga sizni teleport qilib qo'yadi. Pingvinni o'zi yozadi, men bu yerdaman deb. Yoniga borib gaplashishni bosasiz va yordam berishni tanlaysiz. Uni pastdagi mana bu chizig'i to'lganicha yuvintirib turish kerak. Barmog'ingiz bilan ekranga teginib yuvintirasiz. Yuvintirib bo'lganingizdan keyin sizga sovg'a beradi. Eslatib o'taman, pingvin do'stingiz bilan bog'liq bu dostojeniyani 3 kunda bajarib tugatasiz. Har kuni uni bir martagina yuvintira olasiz, xolos.